nomerni ajinasi, Kia K5 mashinasi. Buni sotganimizga aka qancha bo'ldi? Primenda qanchalar bo'ldi? 2 oy bo'ldi, ha? 2 oy bo'ldi, lekin nomerni ham aka mashinaga mosini taqibsiz. Qanday bir yurishlari o'ziga ma'qulmi? Chotki. Zo'r. Nima deysiz endi o'zini konkurentlari orasiga-da endi? Ham deylik Malibu deydimi? Hay Malibuni solishtirmaymiz. Boshqa innomarkalar bilan nima plyusi bor, nima minusi bor aytavering. Bemalol. Plusi faqat plusi bor-u, minusi Minusi yo'q, lekin hozircha bilmayman, yo'q. Hozircha 2 oy ayladingiz yo'q. Yo'q. Gari yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ba'zi innomarkani gashti boshqacha ekan. Boshqacha, ha? Safar aka mazaq bilan yuribdilar. Nasib bo'lsa hammamizga nasib qilsin. Rosti o'zim ham aka niyat qilaman. Endi K5 boshqacha mashina, lekin rostdan nomerni ajinasini olibsiz. O'zimiz bitta 003 bilan 3 olmoqchi edik. Keyin bordikda buni tanladik. Bu Zo'r. juda yo'q qoldi. Zo'r. Hammamizga nasib qilsin. Nomerga gap yo'q lekin, mashinaga.